Husanov o'ynagan uchrashuvni Guardiola City'dagi faoliyati davomida eng zo'ri deb tan oldi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Sport Plus promo kodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Angliya Kubogining 1/8 finalida Manchester City futbolchilari Newcastle maydonida mezbonlar ustidan 3-1 hisobidagi g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'llanma oldi. Uchrashuvning 18-daqiqasida Harvey Barnes hisobni ochdi. City vakillaridan Savio Tanaffusgacha vaziyatni tenglashtirgan bo'lsa, Umar Marmush ikkinchi bo'limda bir juft to'p kiritib, g'alabani ta'minladi. To'liq o'ynagan Abduqodir Husanov himoyadagi ishonchli harakatlari bilan g'alabaga katta hissa qo'shdi. O'zbek futbolchisining o'yini ekspertlar tomonidan juda yuqori baholandi. Pep Guardiola bu uchrashuvni u klub bosh murabbiyi sifatida ishlayotgan qariyb 10 yil davomida St. James Park stadionidagi jamoaning eng yaxshi o'yini deb tan oldi. Bu men bu yerda ishlagan 10 yil davomida Newcastle'ga qarshi eng yaxshi o'yinimiz bo'ldi. Juda xursandman, chunki Nottingham Forest'ga qarshi o'yindan so'ng biz katta natijadan xafa bo'lgan edik. Shuning uchun biz qanday o'ynaganimizdan, hujumda ham, himoyada ham o'zimizni qanday tutganimizdan juda mamnunman. Dushanba kuni qur'a tashlash marosimi bo'ladi. Biz u yerga chiqqanimizga ko'p yillar bo'ldi va bu juda yaxshi. Biz ketma-ket 8-marta chorak finalga chiqyapmiz. Bu ajoyib tashkilotchilik samarasi, dedi Pep Guardiola. Qadrli do'stlar, siz kechagi Abduqodir Husanov o'yini qanday baholaysiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.